Hürmetli vatandaş, leksiyelerimizin devamı, arana çalın bir vatıdır. Devamı da vatandaşlarımdan, şimdi dok. Bugün çiz ağaç kimeğin 23. ayının 23. günü. Cungo'dan kelgen Xi Jinping'in katta kollusu girişti. Bu görünüş derhal Rusya matbuatlarının keng kölemde tarqıtışı girişti. Fransiya Dünya Gezisi mundaq hesapladı. Bu görünüş Cungo Rusya iki devlet rehberleri o'tirisidagi bu qatimki yuqori darajalikda suhbatiga muqom belgilab berdi. Yani Reis Xi Jinping'in bu qatim Rusya'da devlet ziyoratida bo'lish oldi bilan Prezident Vladimir Putin'nin xalqaro sahnedagi o'rnini qaytadan qonunlashtirish. Prezident Vladimir Putin'ga oksigen yetkizib berishdan iborat edi. Prezident Vladimir Putin urush, jinoyat bilan xalqaro jinoiy ishlar sotganligi uchun qo'l qilish buyrug'i tushirib, 3 kundan keyin Cungo'ning Reis Xi Jinping'ning qo'llashiga erishdi. Bu qo'llash Prezident Vladimir Putin uchun aytganda qimmatli edi. Hozir Prezident Vladimir Putin xalqaro jinoiy ishlar sotganligi ishni qurib chiqqan 123 davlatga ziyoratga borsa, intayin zo'r xatarga tavakkalchilik qilgan bo'ladi. Lekin Cungo'ga ziyoratga borsa xatar yo'q. Rossiya matbuoti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping Prezident Vladimir Putinni bu yil Cungo'ni ziyorat qilishga taklif qildi. Xi Jinping Rossiyani ziyorat qilayotgan mezgilda yana bir xabar. Bir yerde görünüş tor betlerini kayıntı etti. Kechiringlar, bir perde görünüş tor betlerini kayıntı etti. Mavzulu haber 3. ayının 22. günü Venvit orbitida e'lon qilindi. Haber mundaq boshlandı. Rossiya Ukraina urushi davomlashyapti. Cungo'ning Reis Xi Jinping butun dunyoning diqqat nazarida yuqori maqomda Rossiyaga ziyorat keldi. Vladimir Putin bilan ko'plagan kechiringlar kelishim imzoladi. Ukraina urushi to'g'risida eg'irini qoldirib, yeniki ustida to'xtaldi. Ko'p qatam Amerikani tanqid qildi. Matbuotlar bayqadiki Reis Xi Jinping Moskvaga ziyoratga kelganda ömak a'zolari, yani Reis Xi Jinping bilan birga bo'lgan ömak a'zolarining Amerikada yoki Amerikacha tamoq etish usuli bo'yicha kintejin qo'rilgan duxi go'shi yeganligi tor battirda jiddiy muhokama qo'zg'adi. Duxining go'shi mayda qo'rib Moskvada asli chekinib chiqqan Amerikaning shirkati, biroq bir shirkatga qo'shimcha setib bergan ekan huquqni. Shu ishlagan ilqi McDonald'ma shuni yegan vaqtida deydi. Hatto uning elib kelgan, selib kelgan xaltini bir patnosda taqsida emas, yerga qo'yib, yerdan elib Cungo'lik ziyoratchi ömak a'zolarining qo'liga tutqizgan gap. Shuni bilan Xitoyning to'rbeti qaynab ketgan gap. Bir deysiniz bo'lsa ko'zingiz yani bir kun bir so'zlashga to'g'ri kelib qoldi. To'g'ri go'shi mayda qovurilgan. Ehtimol Reis Xi Jinping bugun Cungo xalqini qiynab qistab diktator bilan o'sha mayda qovurilgan to'g'ri go'shiga o'xshatib qo'ydi degandek. Uning bilan birlikkaga o'mak norozilik bildirdimi qandaq? Buni istab qolsa, ikkinchisi yana bir ko'rinishda bir suratda sizlar ko'rib bo'ldinglar. Prezident Vladimir Putin jükunib o'ltirib, Reis Xi Jinping'ning tizini quchoqlab bir ko'rinish hosil qildi. Buningga Xitoylarning yezib qo'ygan xati nima desangiz, tizkal. Dadangni qutuldirib qol deyishdi.
Demek Vladimir Putin siyasi cihetini etkandı Stalin'nin, Lenin'nin izbasarı ve yaki şunun evladı idi. Vatandaş. Bugün jükünüp olturup Reis Xi Jinping'nin tizini kuşağıldı. Bu suret meyli hesap çıkılgan bolsun Tor betide. Meyli rast bolsun, meyli yalgan bolsun, onundan kat'i nazar Prezident Vladimir Putin üçün aytqandı bu. 3 xil netice bədi. Yaki 3 xil ünüm bədi. Birinci siyasi ünüm. Bu siyasi ünüm kudretlik Rusiyanın obrazı aşağıda igilip tazım kılgandaklı bir halgı düştü degan. İçtimai ünüm alaka palaka münasibetlerde özünün obrazını yani prezidentlik obrazını adimilik obrazını kandak yo'qotganligini Prezident Vladimir Putin bildimi yo'q. Müşakil. Endi ahlaki ünimetin aytganda her kandak bir devlet rehberi agar normal ahlak ölçemler dairesinde devletke rehberlik kılış o'rniga o'ltirmasa demek onun akıbetinin muşu halda bo'ladiganligini ko'rsatdi. Bunun için her ikisi o'xshash. Biroq hozir bugun bularni sizlarga qaysi tahlil qiladik? Aranachal qo'shildi. Leksiyalarimiz ko'payib ketdi, to'xtab qoldik. Bu esinglarda bo'lsin. Rossiyadan, Kremldan ayrilish oldida Reis Xi Jinping ikki jumla qo'shib qo'yay. Reis Xi Jinping xo'shlashdi. Prezident Vladimir Putin bilan xo'shlashdi. Xo'shlashish paytida nima dedi? 100 yildan bir uchrab boqmagan o'zgarish bo'lyapti. Bu söz hozir prezidentga aytayotgan gaplar emas. Biz buni ilgari surayli. İki devlet ortaklaşıp ilgari surayli. Bu qandaqda prezident Vladimir Putin deyotgan gap so'zmi emas. Ve onun salam yollayotgani emas. Xayri xo'shning o'rnida deyilayotgan gap emas. Diqqat qiling ki vatandaş bu söz Amerika Qo'shma Shtatlariga aytib berayotgan so'zlar. Biz suhbatlashdik. Senin degining bo'yicha suhbatlashdik. Senin degining bo'yicha ishlarni ijro qilamiz. Hozir dunyoda o'zgarish bo'lyapti. Mushu o'zgarishni yashaman Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping birlikda bu o'zgarishni ilgari suramiz. Yani Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping birlikda Amerika Qo'shma Shtatlari senin qo'ygan talablaringni ijro qilamiz. Ben bu yine tahlil qilsam razı bo'lamsizlar vatandaşlar, razı bo'lin. Ko'ryapsizlar mana hammasi qarang. Siz biz so'zlab kelayotgan narsaning yuzi kelyapti vatandaş. Aronachal voqeasini jiddiy qarang. Keyin Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni hajlashga ajratgan 2 trillion Xitoy puli masalasiga jiddiy qarang. Vatandaş jiddiy qarang. Amerika Qo'shma Shtatlari sana Allah nusrat ata qilsin.